Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 22 may 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumani Do'ysaroy qishlog'idan dehqon akalarning xonadonidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan 2 dona toza qonli semental buqachalar bor. Ikkovi ham buqa, ikkalasi ham buqa akalar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizda podelitsa qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelib qolsa telefon qilib, kelib ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Obuna bo'lmay ko'ryapti turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim biz kiritib boradigan videolar sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. O'zlari ishqibozchilikka olib boqayotgan buqachalari. Nech kunlik dedingiz? Monosi 50 kunlik. Kattasi kichigi 40 kunlik, kattasi 50 kunlik, a? 35 ham yo'q. 35 kunlik atrofida, bo'lsa 50 kunlik atrofida. Bular eng qizig'i mana kepak yalayapti ekan, quruq kepak. Bedalarni solib qo'yishgan. O'sha o'tga ham o'tyapti. Ha, O'tga ham o'tyapti. Sut ham ichyapti. ertalab 3 litr, kechqurun 3 litr. 3 litrdan 6 litr bir kunda bitta buzoq sut ichib turibdi. Shoxlari kuydimi, kuymadimi? To'qol. O'zi to'qola, o'zi shunday tug'ma to'qol holatda. Yeb ichishi sog'ligi yaxshi. Kelib bemalol ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Bitta ikkita yo'taliga e'tibor bermaysizlar, chunki mayda mana kepagimiz turibdi. Kepak yalab turgan buzoqlar. Xudo xolasa haqiqiy oq kiprik, oq tumshuqlardan chiqsa olaman deganlarga hamma tomonlama 100 ga 100 akalar. O'zlari ishqiboz bo'lib, yaxshisini olishgan ekan, yaxshi qilib boqishyap turgan ekan. Faqat shu sigir yo'q, qo'lda sut beryapsiz-da. Sigir yo'q, qo'lda sut beribcha mehnat ko'payib ketib qolibdi xolos. Bo'lmasa birorta joydan bir nolib hali sotib yuboradigan emas. Xudo xolasa endi undan buyog'iga katta qilib qo'yibdi, o'zim boqaman degan odam bo'lsa, ikkalasini bunisi o'sha ancha katta bo'lib qolgan. Telefonda katta kichkina ko'rinib qolishi mumkin. Aytib o'tganimizda yosh kichigi 35 kun atrofida, kattasi 50 kunlik atrofidagi sutemda buzoqlar. Yaxshi tomoni dehqon akalarda o'zlari ishqiboz bo'lib boqayotgan buzoqlari. Sortiga, sifatiga ishqiboz bo'ladigan odam o'zi ko'rib bilib turibdi. Ikkovini jup qilib olib ketaman degan odamga 50 million narx so'rashyapti. Ozmoz kelishtirib berasiz? Yo, bo'ladigan 50 mi? Ozmoz xayri bor. Jicha-picha yo'l kiraga hech yo'q, a. Lekin ustida ko'rsanglar, to'g'risi 50 millionga buzoqlar arziydigan. Endi yo'l kirasiga ozmoz o'tib berishadi. Kichkina molja katta o'tadigan emas. Maqsad sotish qilib, yaqin qilib aytilyapti. Olishganda ham arzonga olishmagan, ko'rib bilib yaxshisini olishgan. Ko'rib turibsizlar. Ikkovi ham xudo xolasa pechat. Yana 1-2 oy chiroyli qilib sut berib biz boqib olamiz deganlar bo'ladigan bo'lsa, tayyor. Telefon qilib bemalol savdo qilib olaverasizlar. Dastlabki qilib beralimiz? Yo'q. O'zlari olib ketishib oladi. O'zinglar kelib, ko'rib, Ko'radi endi. kelib ko'rib olib ketaverasizlar akalar. Lekin sortini, sifatini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa bunlarda dog'i yo'q. Kipriklari oq, tug'ma to'qolidan hali shox kuydiramiz boshqa ham deb yurmaysizlar. Endi tashqariga olib chiqmadik, shunday o'zlarini turgan joyida zagonda ko'rsatib qo'yapmiz. Xudo xolasa sog'lom. Yaxshi tomonlari mana ko'rib turibsizlar. Kepak o'sha bedaga o'tib ham qolgan. Yana 1 oy, 1,5 oy sut berib tursa ham o'zi juda chiroyli narsalar bo'lib qoladi. Tepaga, ekranga dehqon akaning nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol olaman, boqaman degan odam telefon qilib savdo qilib olaverasizlar.